O'rtoqlardan nazorat sportga ketishdan qo'lga olindi. Top maydoniga olib borsin. Dejurli, oldinga. Raqobat. Orqa shaxslarga bayon final e'lon qil. Raqobat. Bizlar qaytar bizlar do'stlar ikkilanish o'rtaga o'rtoq serjant qalqon maxsus guruh shaxsiy tarkibimiz guruhingiz bilan saqlandi. Bildirib beruvchi afsatlar Erkin. Bizda kun tartibida amalga oshiriladigan tungi holatda shaxsiy tarkibda seriyali va jangovar shaligini oshirish maqsadida signal e'lon qilindi. Jangovar terrorist signal. Bugun mana shuni amaliy ta'minladik. Bizda hozir KPPga ikkita dushman hujum qilgan va dushmanni naryad qo'lga olgan. Postlari naryad shu ikkita dushmanni qo'lga olib o'zini vazifasini a'lo darajada amalga oshirdi. Bundan keyin signal yong'in bo'lishi mumkin yoki tabiiy ofat, yer qimirlasa, toshqin bo'lsa, ana shu holatlarda ham takrorlanadi. Hozir bayon jangovar signal e'lon qilindi. Endigisi tabiiy ofat yoki yong'in bo'ladi. Yong'in bo'lganda nima bajarasan, tabiiy ofat bo'lganda nima vazifa bajarasan, hammasini buni amaliy ko'rib chiqamiz. Tungi holatda. Tushunarlimi? Shuning uchun bayon jangovar terror e'lon qilindimi? Sherigini ham uyg'otib, vaqtida 5 daqiqa ichida 5 daqiqa ichida vaqtni ushlash. Tushunarlimi qanday? Biz harbiymizmi? Hamma narsaga tayyor turishimiz. Savol.